Hop, introduction degani demak tanishtirish. Introduction A vocabulary bo'lar ekan. Demak personal information, shaxsiy ma'lumotlar. I can exchange basic personal information. I can exchange degani almashmoq. Basic degani asosiy, muhim. I can men qila olaman. Personal information demak men shaxsiy ma'lumotlarimni, asosiy muhim shaxsiy ma'lumotlarimni almasha olaman. Ya'ni o'zim haqimda ma'lumot bera olaman deyapti. Demak shu unit introduction A ni tugatsak, demak mana shunaqa bo'lamiz ekan. Shaxsiy ma'lumotlarimizni almasha oladigan bo'lamiz ekan. Demak rasmga qaraymiz. Hop, demak bu yerda introduction ketyapti. Hop, 1 deyapti. Complete the questions in the dialogue with the phrases below. Complete to'ldirmoq. The questions savollar in the dialogdagi with the phrases frazalar bilan below pastdagi. Demak pastdagi frazalar bilan dialogdagi savollarni to'ldiring deyapti ekan. Demak are you from, do you spell, old are you, your name. Are you from demak qayerdansiz, do you spell qanday harflab aytish, old are you yosh haqida ketyapti, your name ismingiz. Demak woman bilan Kadir suhbatlashar ekan hozir. Hello, welcome to Europa Language School. Hello, salom. Demak Yevropa til maktabiga xush kelibsiz deyapti. Thank you, rahmat. What's your name? Demak ismini so'rayapti. What's your name? What's your name? Demak Kadir, Demir debdi. Endi xotin woman tushunmadi. How do you spell that? Demak qanday harflab aytib bering, yana qanday aytiladi? How do you spell? Demak spell da ikkita l bo'ladi. That. How do you spell that? U qanday yoziladi deyapti. Harflab ayting deyapti. Kadir, K A D I R. Kadir, D E M I R. Demir. Kadir Demir. Thank you. Where are you from? Where are you from? Qayerdansiz bo'lyapti. Where are you from? Where are you from? Qayerdansiz? I am from Turkey. Men Turkiyadanman deyapti. And how old are you, Kadir? Demak yoshini so'rayapti. How old are you, Kadir? I am 18. Men 18 yoshdaman deyapti. Great. Thank you. You are in the room. You're in room 53. Demak rahmat. Zo'r, rahmat. Sizning xonangiz 53-xona deyapti. Thanks, see you later. Rahmat. Ko'rishguncha. Demak birinchi mashq tugatdik. Aytyapti listen and check your answers. Tinglang va tekshiring javoblaringizni deyapti. Your answer javoblar. Then listen and repeat the dialogue. Keyin tinglang va dialogni qaytaring deyapti. Demak bu kitob yana bir zo'r tarafi mana Telegramda kanali ham bor. Xo'p, demak Solutions mana kanali, kitobi mana Students Book, Workbook va bu yerda audiolari ham bor. Demak birinchi audioni eshitib ko'ramiz. Introduction Unit, Lesson A, Exercise 2. Hello, welcome to Europa Language School. Thank you. What's your name? Kadir Demir. How do you spell that? K-A-D-I-R. Kadir. D-E-M-I-R. Demir. Thank you. Where are you from? I'm from Turkey.
And how old are you, Kadir? I'm 18. Great, thank you. You're in room 53. Thanks. See you later. Demak, tekshirdik, eshitdik va tekshirdik javoblarimizni, hammasi to'g'ri ekani. Then listen and repeat the dialogue. Tinglang va qaytaring. Demak, qaytarib qo'yamiz ekan. Keyin listen and repeat the alphabet. What sound do the blue letters share? Demak, alifboni eshitamiz ekan va qaytaramiz ekan birga. What sound do the blue letters share? Demak, 102 ni eshitdik, 103. Introduction Unit. Lesson A. Exercise 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Demak, mana eshitib chiqdik. Qaytarib tushunganimizcha, yod bo'lguncha eshitib qo'yamiz. What sound do the blue letters share deyapti. Demak, what sound do the blue letters, ko'k harflar deyapti. Ko'k harflar nimani bizga, qanday tovushni bizga yuboryapti, ya'ni biz bilan o'rtoqlashyapti. Share degan jo'natishi qanday tovush bildiryapti deyapti. Demak, ko'klarda A, H, J, K. Demak, A, H, J, K. Bulardagi umumiylik nima bo'lyapti? A, H, J, K. Hammasida demak A degan tovush bor ekan. A mana. H da ham A bor, J da ham A bor, K da ham A bor. Demak, umumiylik A tovushi ekan. They share the A sound deb javob berib qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p. Demak, they share the AE transkripsiyada mana shunaqa bo'ladi. Sound. Demak, bizga demak A degan tovushni beryapti. Blue letterslar, ya'ni letters degan harflar degani. Xo'p, 4-inchisi, now put the red letters into the correct category below depending on the sound they share. Demak, endi hozir deyapti, qizil harflarni nima qilamiz? Ikkita kategoriyaga bo'lib chiqamiz ekan. Nimasiga qarab? Ularni o'sha tovushiga qarab. Bizga berayotgan tovushiga qarab. Xo'p, B, C, demak ikkovi ham E bilan tugayapti. Endi F endi undosh tovush bilan tugayapti. L demak. Xo'p, tushundik menimcha. B, C, D ni ham betiga kiritsak bo'lar ekan. D. Xo'p. E ham kiradi. F pastga kiradi. G ham tepaga kirar ekan, E bo'lyapti. G. Hop. L pastga kirdi. F, L, M. Demak, undosh. M da ham olamiz. N da ham olamiz.
O yo P demak unli bilan tugayapti. P ni bu yerga yozamiz demak. P S undosh bo'lyapti. Pastga S T tepaga ekan. T V ham tepaga. X demak undosh. X Z ham undosh. Demak mana tovushiga qarab, berayotgan tovushiga qarab biz ikkita kategoriyaga ajratib chiqdik, ikkita bo'limga. B, C, D, E, G, P, T, V. Demak mana shu tovushlarda birinchi qatordagi tovushlardan o'xshashlikni sezdingiz menimcha. F, L, M, N, C, X, Z. C emas, S bu. A, B, C mana C. Bu S bu. Adashib ketdim. F, L, M, N, S, X, Z. Hop. 5 speaking working groups are a class. Demak, guruhlarda ishlang yoki sinfda deyapti. Think of a famous person and start spelling his or her name. Demak, o'ylang mashhur shaxsni va uni ismini harflab aytishni boshlang deyapti. Who can guess the person first? Demak, kim topadi birinchi bo'lib deyapti. O'sha personda deyapti, topa oladi. T-A-Y desa Taylor Swift deb topib qo'yibdi. She'riga topib qo'yish kerak ekan. T-A-Y deganda yo'q. Speaking ekan bu. Speaking qilishimiz kerak. Hop, endi 1.06-mashqda vocabulary listen and repeat the numbers. Demak, listen tinglang va qaytaring birdan-ellikgacha. Then say the numbers backwards around the class. Demak, keyin deyapti. Raqamlarni teskarisiga ayting deyapti. Backwards around the class, sinf bo'ylab deyapti. Demak, 1.04da 1.50gacha bo'lgan raqamlar bor. Ularni eshitib, tushungunimizcha qayta o'rganib qo'yamiz. Endi keyingisi vocabulary builder. Yangi so'z qurish, so'z boyligi qurish. Vocabulary degani so'z boyligi degani. Numbers and ordinals demak raqamlar va tartib sonlar. Ordinals degani tartib son degani. Page 117 demak kitobimizda 117-betda ochamiz ekan. 117 bo'lsa 119 olsam to'g'ri keladi. Mana 119 ni ochdim. 117 ni vocabulary builder 119 ni 18 ochishim kerak ekan. 17 bo'ldi mana bu. Hop, 118 bitta raqam orqada yuribdi ekan. Vocabulary builder introduction A, numbers and ordinals, raqamlar va tartib sonlari. Speaking deya. Say the odd numbers 149 around the class. Demak, odd numbers degani faqat toq sonlarni aytishimiz kerak ekan. Then say the even numbers 2 and 50. Endi faqat juft sonlar ekan, 2 dan 50 gacha bo'lgan. Qanaqa qilsa 1 3 5 degan 1 3 5 2 4 6 2 4 6 va hokazo mana shuni ketish kerak ekan. Hop, buni aytamiz. Listen and read the ordinals in the long list box. Demak, tinglang va o'qing. Ordinals tartib sonlarni in the learn this box deya. Hop, 432 ni ochishimiz kerak ekan. 432. Endi hop 432. Mana 432. Vocabulary Builder, Introduction Unit, Lesson A, Exercise 2. First, birinchi. Second, ikkinchi. Third, uchinchi. Fourth, to'rtinchi. Fifth, beshinchi. Sixth, oltinchi. Seventh, yettinchi. Eighth, sakkizinchi. Ninth, to'qqizinchi. Tenth, o'ninchi.
12th 12-chi, 20th, 20th 20-chi, 22nd, 22nd 22-chi, 31st. 31st 31-chi. Vocabulary Builder, Unit 7, Lesson. Demak, 1st July desa the 1st of July 1 iyul desak bo'lar ekan. Demak, 3-chisida aytyapti speaking. Demak, bularni o'rganib qo'yamiz. Ordinals degani demak tartib sonlar ekan. 3-chisi speaking, say these dates. Demak, ayting deyapti. 2nd June, 22nd November, 5th August, 12th February, 21st April, 19th October, 3rd January, 23rd July, 6th December. Demak, mana biz bir A, ya'ni vocabulary builder'da qurib chiqdik. Endi yana o'zimizda 7-betga qaytamiz. 7 emas, 6 shekilli. Xo'p, demak, mana vocabulary builder'da qurib keldik. Endi 105 listen to two dialogues. Demak, ikkita dialogni tinglang deyapti. Complete the table with the names and ages of the 4 speakers. Complete to'ldiring the table jadvalni with the names ismlar and ages yoshlar bilan of the 4 speakers 4 ta speakernikini deyapti. Xo'p, demak 1:05 da eshitamiz ekan. Introduction Unit, Lesson A, Exercises 7 and 8. 1. Hi, I'm Esther. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Antoine. How do you spell that? A-N-T-O-I-N-E. Oh, okay. Esther is E-S-Z-T-E-R. And where are you from, Esther? I'm from Hungary. What about you? Where are you from? I'm from France. How old are you? I'm 18. Me too. 2. Hello. I'm Alejandro. Hi, I'm Martina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How do you spell Martina? With a Y. M-A-R-T-Y-N-A. Oh, right. I'm Alejandro with a J. A-L-E-J-A-N-D-R-O. Where are you from? I'm from Spain. What about you? I'm from Poland. Oh, okay. How old are you, Martina? I'm 17. How old are you? I'm 16. Introduction Unit, Lesson. Demak, mana ismini va yoshini yozib chiqdik. Endi complete table with names and hop. Demak, listen and dialects. Hop, vocabulary 8 ga o'tyapmiz. Vocabulary, which country are the students in exercise 7 from? Hop, listen again and match them with countries from the list below. Countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Croatia, the Republic, Egypt, France, Germany. Demak, mana qanaqa o'qiladi?
Demak, Chex Respublikasi ekan. Czech Republic. Czech Republic. Czech deb o'qilaverar ekan. Czech Republic. Czech Republic. Egypt, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Mexico, Poland, Russia, Slovakia qanaqa o'qilar ekan? Slovakia. Slovakia. Spain, Turkey, the UK, Ukraine, the USA. Demak, mana bu tepadagi 4 tani qayerdanligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, yana bir marta eshitishimiz kerak ekan uning uchun 105 ta. Introduction Unit. Lesson A. Exercises 7 and 8. 1. Hi, I'm Esther. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Antoine. How do you spell that? A-N-T-O-I-N-E. Oh, okay. Esther is E-S-Z-T-E-R. And where are you from, Esther? I'm from Hungary. What about you? Where are you from? I'm from France. How old are you? I'm 18. Me too. 2. Hello. I'm Alejandro. Hi, I'm Martina. Nice to meet you. Nice to meet you too. How do you spell Martina? With a Y. M-A-R-T-Y-N-A. Oh, right. I'm Alejandro with a J. A-L-E-J-A-N-D-R-O. Where are you from? I'm from Spain. What about you? I'm from Poland. Oh, okay. How old are you, Martina? I'm 17. How old are you? I'm 16. Introduction. Demak, mana Antonio Fransiyadan ekan, Esther Vengriya, Hungary degan Vengriyami? Hop. Hungary, Vengriya ekanda. Vengriya. Mana o'qilar ekan? Hungary. Demak, Martina Poland, Polshadan ekan, Alejandro Ispaniyadan ekan. Xo'p, topib chiqdik. Demak, Antonio is from France deb yozishimiz kerak ekan. Biz qisqartirib ketibmiz. Xo'p, speakingga keldik. Work in pairs. Demak, pairs degani juftlikda degani. Juftliklarda ishlang. Work in pairs. You will test your partner's spelling of the countries in the exercise 8. How do you spell Spain? How do you spell? Demak, qanday harflar yoziladi desa, S-P-A-I-N. How do you spell deb keyingi odam savol berish kerak. Demak, uni answer the questions about the countries in exercise 8. Demak, savollarga javob bering. Mamlakatlar haqidagi 8-mashqdagi deyapti. Which are in Europe? Qaysilari Yevropada deyapti. Which are in Asia? Qaysilar Osiyoda? Which are in North and South America? Qaysilari Shimoliy va Janubiy Amerikada? Which are English speaking countries? Qaysilari ingliz tilida gaplashadigan davlatlar deyapti. Which are near your own country? Demak, Xo'p. Birinchisiga which are in Europe ga Xorvatiya, the Czech Republic,
France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Poland, Russia, Slovakia, Spain, Turkey, the UK, Ukrainelar kirar ekan. Endi which are in Asia, Osiyodagilar qaysilar desa, China, India, Japan, Russia, Turkey kiryapti. Uchinchisi, demak, qaysilari Shimoliy yoki Janubiy Amerikada deyildi. Argentina, Brazil, Canada, Mexico, the USA kiradi ekan. Xo'p, to'rda which are English speaking countries. Qaysilari ingliz tilida gaplashadi? Australia, Canada, the UK, the USA. Demak, 4 ta ekan. Australia, Canada, the UK, the USA. Which are near your own country. Demak, qaysi biri sizni shahringizga yaqin, mamlakatingizga yaqin deyapti. Demak, bu har bir talabani o'ziga. Demak, bizga Osiyo yaqinroq, to'g'rimi? Students own answers deyapti. Demak, talabalar o'zini javobi. Bizga Osiyo yaqinroq. Biz Osiyodamiz, demak Osiyoga yaqinlari yaqin. 11-chi demak, work in pairs. Invent a new identity for yourself. Choose a new name, a new nationality and a different age deyapti. Invent a new identity for yourself. O'zingiz uchun identity. Identity shaxsiy deyapti. Shaxs. Invent a new identity for yourself. O'zingiz uchun invent a new identity. Invent a new identity, yangi shaxsni ixtiro qilish, of yourself, o'zingiz uchun degani. For yourself. O'zingiz uchun yangi identifikatsiyani o'ylab toping deyapti. Choose a new name, demak yangisini tanlang. A new nationality, yangi millat tanlang. And different age, va boshqa turli xil yosh tanlang deyapti. Demak, o'zimiz nima qilamiz ekan? Invent a new identity for yourself degani o'zingiz uchun yangi identifikatsiyani o'ylab toping deyapti. Yaxshi yangi shaxs topamiz. Xo'p, 12da speaking work in pairs, juftliklarda ishlang. Find out your partners, demak find out qidirib topingmi? Find out aniqlash deyapti. Find out your partners, sherigingizni information, sheriklaringiz ma'lumotlarini aniqlang deyapti. Ask and answer questions from the dialogue in exercise 1. Demak, exercise 1dagi nima? Ayting va javob bering deyapti savollarga. Dialogdagi exercise 1. What's your name? How do you spell that? Deb, demak, mustahkamlashimiz kerak ekan. Shu bilan Introduction A darsimizni tugatdik.